Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasa Maribjonov. Bugungi videomizda futbolchilarni kuchaytirish videosining 7-qismini olamiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib qo'ying. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki ajoyib qiziqarli videolar bizda. Agarda videolarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz obuna bo'lib qo'ying. Videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. O'tgan videomizda DRSK'dan olgan edik. Mana Karavuanini ham olganmiz, marokashlik futbolchi. Buni olganimiz videosini joyladim YouTube kanalimizga. DRSK'dan ham olgan videomizni joylaganman. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, bizda mana bu yerda 45 ta fitness, 10 ta texnika va 15 ta darvoza gollarga kuchaytirishlar bor. Bizda Donnarummani transfer qilganmiz. Donnarummani full qilishimiz uchun kuchaytirishlar yig'yapmiz. Bizni oldinda Donnarummani full qilish videosi kutyapti va mana bu yerda classic player ochamiz. Undan tashqari bu yerda sezon passdan agent ochamiz. Ajoyib videolar kutib turibdi bizni. Shuning uchun обязательно obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'ying. Demak, asosiy maqsadimizga o'tsak, biz birinchi navbatda bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni sotib yuboramiz. Futbolchilarni ham yig'ib qo'yganman. Mana darvoza gollar. Mana sotib ham yubordik bir talay futbolchilarni. Endi mana bu yerda skautlar chaqirib ko'ramiz. Botman hamda Abelini kabi futbolchilar keldi. Kerak emas bizga bular. Prizlarni olib qo'yaveramiz. Demak, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Kuchaytirgichlar demak 5 ni boshlasak bo'laveradi. Fitness kuchaytirgichlardan boshlaymiz va birinchi kuchaytirgichimiz ko'k suvga tushmoqda. Navbatdagisi Luis Diazning darajasiga tushmoqda. Cristiano Ronaldoning tezlanishi 88 bo'ldi. David Alabaning tezligi 89. Thiago Silvaga birinchi kuchaytirgich satarasiga tushmoqda va fitness kuchaytirishlarga davom ettiramiz. Thiago Silvaga navbatdagi kuchaytirgich tushmoqda va David Alabaning tezlanishiga tushmoqda navbatdagi kuchaytirgich. Endi texnika kuchaytirgichlardan ham berib beramiz. Va ular Dushin Vlahovic ham bor edi bizda. Bu futbolchini ham sotib yuborishimiz kerak. Bizga kerak emas bo'lgan futbolchi. Bu futbolchini texnikaga sotsak bo'laveradi. Isconing shot darajasi 80 bo'lmoqda. Fitness beramiz va Coxoning tezligiga tushmoqda. Biror futbolchimiz pul bo'lib qolishi ham ehtimoli katta. Agar bitta futbolchiga ko'p tushaversa, yaxshi ko'rsatishda pul bo'lishimiz futbolchilarimiz. Eder Militauning staminasi. Texnika beramiz va texnika berganimizda Luis Diazning past darajasiga tushmoqda. Yana bir texnika berganimizda Lewandowskining past darajasi. Fitness kuchaytiruvchilar berishda davom etamiz. Mana kutilgan natijalar
Hop, asosiy mana shu tezlik va tezlanishlarga tushaversa, Luis Diasning juda ham yaxshi bo'lardi. 100 chiqarib olsak ikkita ko'rsatkichda. Cristiano Ronaldoning staminalariga tushmoqda. Hop, Paul Pogbaga break horse berilmoqda va tezlanishi 60 bo'lmoqda. Bukayo Sakalardan ham tepasidan 100 chiqarsak tezlanishlardan ajoyib bo'lar edi. Mana tezlanishga tushmoqda, yaxshi. Hop, mana endi esa tezligiga tushmoqda. Ajoyib ikkala ko'rsatkichdan 100 chiqarib olsak, hop, juda ham yaxshi bo'lar edi. Erling Haaland tezlanishga tushmoqda. Bu akamizdan ham 5 ta 100 chiqara olamiz bemalol. Pogbalarga tushmay tursa, hop, Lewandowskilarning tezlanishlari ham ajoyib natijada bo'lib qolsa, hop, Pogbalarimizga tushib qolyapti. Har keyindan ham 5 ta 100 chiqarishimiz kerak. Erling Haaland, hop, Lewandowskining tezligi 88. Hop, Eder Militoning satarasi 98 bo'ldi. Hop, Bukayo Sakaning tezlanishi 95, tezligi 95, tezlanish 98. Hop, mana Kane'ning tezlanishi 80 bo'lmoqda. Hop, endi texnika berganimizda Luis Diasning tackling tushmoqda. Hop, Isconing tezlanishi tushmoqda. Ajoyib. Hop, Bukayo Sakaning kontrol darajasi 98 bo'lmoqda. Fitness berib tursak yaxshi edi. Shu Sakani qolamiz hozir. Luis Diasda 99 bo'lmoqda tezlik. Luis Diasdan chiqarsak kerak tezlanishlardan 100, lekin Bukayo Sakada pul bo'lib qolay deyapti o'zi. Lewandowski ko'ksuga tushmoqda tezligiga. Hop, Bukayo Saka hamda Luis Diaslardan 102 dan 100 chiqarib olsak muvaffaqiyatli video bo'lar edi. Muvaffaqiyatli video. Hop, Eder Militoning tezligi 90. Ajoyib. Lewandowskining tezlik va tezlanishlari 88 bo'lmoqda. Hop, Iscoga tushmoqda endi. Hop, do'stlar, shu yerda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Chunki bundan qiziqarli videolarni video boshida aytib o'tdim. Hali bundan qiziqarli videolar bizni kutib turibdi. Hop, mana bu yerda class player ochamiz va mana sezon passdan Dream Agent ochamiz. Shularni alohida video qilib chiqaraman. Shuning uchun obuna bo'lsangiz videolarni o'tkazib yubormaysiz. Hop, fitness kuchaytiruvchilar beramiz. Va Erling Haalandning tezlanish 95. Hop, ikkita kuchaytiruvchi berganimizda Muhammad Salah hamda Erling Haalandlarga tushmoqda. Break horse berildi. Ajoyib. Hop, Van de Vanga ham birinchi kuchaytirgich. Bu futbolchi ham ko'p bo'lib ketadi degan xabarlar yuribdi. Shuning uchun transfer qilib qo'ydik. Ajoyib tezlanishga ega futbolchi. Hop, Luis Diasning tezlanishiga tushmoqda. Yana bir ikkita kuchaytirgich berganimizda Thiago Silva hamda Muhammad Salahlarga berilmoqda. Hop, navbatda kuchaytiruvchi ham Van de Vanga. Hop, Thiago Silvaning tezlanishiga tushmoqda. Hop, Bukayo Sakaning staminasiga tushmoqda. Qiyin endi tezlik va tezlanishlardan 100 chiqarish. Lekin mana bu yerda bir berilganda juda yaxshi bo'lar edi. O'z 94lik reytingda hop, harakat qildik biz, lekin bitta ham Bukayo Sakadan 100 chiqmaydigan o'xshayapti. Texnikalarni beramiz. Hop, Haalandning shot darajasidan 100 chiqarishimiz kerak. Hop, albatta Ronaldoning ham shot darajasidan 100 chiqarishimiz kerak ekan. Hop, tackling, Eder Militoning tacklingga tushmoqda.
Thiago Silvaning kontrol darajasiga tushmoqda. Hop, Harry Kane'ning tackling darajasiga tushmoqda. Harry Kane'ning shotidan yuz chiqarishimiz kerak. Hop, Paul Pogbaning pas darajasiga tushmoqda. Koksuning ham shot darajasiga tushmoqda. Van de Venning kontrol darajasiga tushmoqda. Bizda kuchaytiruvchilar tugab bormoqda va David Alaba'ning pas darajasi 89. Cristiano akamizning pas darajalari 80. Va so'nggi kuchaytiruvchimiz Cristiano Ronaldoning shooting darajasi 97 bo'lmoqda. Hop do'stlar, bizning videoni ajoyib videoni tomosha qilganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Dallas Marubjonov, ya'ni Dallas Marub bo'ldi. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'plab futbolchilarimiz o'zi full holatga kelib qoldi. Albatta keyingi kuchaytiruvchilar biroz kechroq kuchaytirish videosi kechroq chiqishi mumkin. Albatta hamma futbolchilarimizni full qilishni albatta keyingi videoda full qilamiz. Ungacha ham orada mana bu yerda klassik biletlar ochish va Dream Draftdan agent tushiramiz. Albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, pattish qilib tursalaring, ajoyib videolarni chiqarishda davom etamiz. Sizlar bilan har doimgidek Dallas Marubjonov. Biz bilan qoling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.